Hop, uyalishim bor edi. O'zimni tengdoshlarimni orasida ozgina o'zimni past his qilardim. O'zimni mana samootsyenkam past edi. Buvim bilan ham yomon edi, adam bilan ham yomon edi. Yaqinda oyim bilan ham ozgina bir-ikkita narsalar bo'ldi. Ularni orqasidan ham ishladik va zo'r natijalar ko'rdim. Yolg'on gapim ichimda qolib ketardi-ku, o'zim og'ir his qilib yurardim. O'zim o'rtalarimga aytolmaydigan gaplarim bor edi. Xafa bo'lib qoladi, xafa bo'lib qolmaydi deb o'ylardim. Kechira olmaganimda o'zim siqotgandim, o'zim yerga kirib ketayotgandim. Shu o'zim ayblaydigan bo'lib qolganman oxirgi payt. Hozir uyalmayman, ancha o'zimni yaxshi his qilyapman. Samootsyenkam ko'tarilganini sezdim и полный bemalol gaplashib, bemalol yuraman ko'chada, o'zimdan uyalmasdan. Hozir lecheniyadan olgan natijalari bilan bo'lishadilar. Ismingiz nima? Assalomu alaykum, ismim Miroman, 17 yoshdaman. Nima bo'yicha menga lecheniyaga keluvdingiz? Nima muammolar bo'yicha? Hop. Munosabat bo'yicha keluvdim asosiysi. Hop, uyalishim bor edi. O'zimni tengdoshlarimni orasida ozgina o'zimni past his qilardim. O'zimni mana samootsyenkam past edi. Xafagarchiligim основной buvim bilan adamdan bo'lgan. Bu xafagarchiliklarim уже yo'qoldi, уже полный. Bemalol gaplashyapman, kechirib yuborganman. Katta natija ko'rdim, o'zim to'g'risini aytaman. Kechira olmaganimda o'zim siqotgandim, o'zim yerga kirib ketayotgandim. Shu o'zim ayblaydigan bo'lib qolganman oxirgi payt. Hozirgi paytda siz yoningizga kelganimdan beri ancha yaxshiman, o'zim ancha zo'r his qilyapman. O'zimni samootsyenkam ko'tarilganini ham yaxshi tushunyapman. Og'aynilarim yonida, o'zim tengdoshlarim yonida o'zimni zo'r his qilyapman. O'zim o'rtalarimga aytolmaydigan gaplarim bor edi. Xafa bo'lib qoladi, xafa bo'lib qolmaydi deb o'ylardim. Hozir u narsa yo'q. U narsa hozir katta xatoligini tushundim. Bemalol gapirayotganimni o'zim ham bilyapman. Bemalol gapirolmaydigan narsalarimni. Gapirganimdan keyin o'zimni zo'r his qilyapman, bemalol his qilyapman, bo'sh his qilyapman. Chunki yolg'on gapim ichimda qolib ketardi-ku, o'zim og'ir his qilib yurardim-da. Undan keyin hozir bemalol gapiraveryapman, o'zim ancha yaxshiman, o'zimni zo'r his qilyapman. Hozirgi paytda ota-onam bilan munosabatim yaxshi, ayniqsa oyim bilan har doim baribir ona birinchi o'rinda, onamni yaxshi ko'raman. Shu munosabatim adam bilan ham yaxshi, Xudoga shukr. Buvim bilan ham yaxshi, buvim bilan ham yomon edi, adam bilan ham yomon edi. Yaqinda oyim bilan ham ozgina bir-ikkita narsalar bo'ldi. Ularni orqasidan ham ishladik va zo'r natijalar ko'rdim. O'zimga yoqyapti, o'zimga ancha самоуверенностьim ham вообще ko'paygan, ancha hammani yonida boshimni ko'tarib yuraman. Oldin o'zimdan uyalardim, ko'rinishimdan uyalardim, то есть. Shu hozir вообще hammasi zo'r, o'zimdan uyalmayman, ancha o'zimni yaxshi his qilyapman. Samootsyenkam ko'tarilganini sezdim и полный bemalol gaplashib, bemalol yuraman ko'chada, o'zimdan uyalmasdan. Energiyam oldin yaxshi emas edi, to'g'risi. Sizni yoningizga kelganimdan beri ancha yaxshi ko'tarilgan, o'zim bodrilashganman, полный veselый bo'lib qolganman, veselый odam bo'lib qolganman. Oldin shirinliklarga rosa ko'p tortardi, chunki xafagarchilik ko'p bo'lardi menda. Men shuni orqasidan shu o'zim siqib, shu ko'p shirinlik yevorardim, ko'p ovqat yevorardim. Hozir normada. Kamaygan shirinlik yeyishim, normalniy zo'r, ovqatim ham средний zo'r, hammasi cho'tki. Xafagarchiliklar qolmadimi? Yo'q, xafagarchiliklar qolmadi. Ancha o'zim ham rezultat ko'rganimdan keyin hammasi yaxshi. Qancha vaqt bo'ldi mana lecheniya olganingizga? 1,5 oy, 2 oy bo'ldi. Уже rezultat bambichskiy, сразу sezdim. Zo'r. Ko'tarilishlar bo'ldimi orasida? Bo'ldi. O'tib oldingizmi? Ha, zo'r o'tib oldim. Qiyin bo'lmadimi? Yo'q, bo'lmadi. Zo'r, xursandman. Barakalla.